Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlari bilan tanishib chiqaylik. Xitoyning Uyg'urlar qilgan jinoyatlarini fosh qilgan kishilik huquq tashkilotlari Nobel tinchlik mukofotining nomzodligiga ko'rsatildi. Kishilik huquq tashkilotlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotini Xitoy bilan eg'iz burun yalashdi deb aybladi. Beijing qishliq olimpiyaning boshlanishi bilan dunyoning har qaysi joylarida Xitoyga qarshi namoyishlar o'tkazildi. Birleşken Devletler Teşkilatı Baş Katibi Xitoy rahbarlari bilan ko'rishganda, Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq kengashining Sharq Turkistonni ziyorat qilishiga yo'l qo'yilishini umid qiladiganligini bildirdi. Tövende dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Post'ning 3-fevraldagi maqolasida ko'rsatilishicha, Xitoy hukumatı 4-fevraldagi Beijing qishloq olimpiyaga sohibxonlik qilish oldida turganda, Amerika hukumatining qonun chiqarish organi bo'lgan Amerika Davlat Majlisi a'zolaridan Tom Sozi va Chris Simis Norvegiyadagi Nobel mukofoti komitetiga birlikda maktub yo'llagan. Maktubda ular Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Uyg'ur harakatidan iborat ikki tashkilotni 2022-yillik Nobel tinchlik mukofotining kollektiv nomzodligiga ko'rsatgan. Hamda bu ikki tashkilot yillardan buyon Sharq Turkistondagi tafsandichilik va zulmni fosh qilishda ulgulik rol o'ynadi deb ko'rsatgan. Mazkur maktubda yana bu ikki tashkilotning navbatda irqiy qirg'inchilikqa va insoniyatga qarshi jinoyatlarga duch kelayotgan Uyg'ur va boshqa turkiy tilli xalqlarning haq-huquqlarini himoya qilish orqali dunyoda tinchlik va do'stlik barpo qilishga kuch chiqarayotganligini alohida ta'kidlagan. Independent Torning 3-fevraldagi maqolasida ko'rsatilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissariyati o'zlarining 3 yildan buyon tayyorlayotgan Uyg'urlarga aloqador dokladini Beijing qishloq olimpiyadan ilgari e'lon qilolmaydiganligini bildirgan bo'lib, ularning tayyor bo'lgan dokladni Beijingdagi olimpikdan avval e'lon qilishga oldirmasligi kishilik huquq tashkilotlari va tahlilchilar tomonidan Xitoy bilan eg'iz burun yalashganlik, Xitoyning obrazining texnik xunuklashib ketmasligi uchun shapashlash deb qaralgan. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sabık kişilik hukuk amaldori Emarili, Birleşken Devletler Teşkilatı bilan Xitoyning atay mushundaq her ikki tarafga foydali vaziyat shakllantirganligini ilgari surgan. Emarili Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Uyg'urlarni o'z ichiga olgan Xitoyga qarshi o'qitichi va kishilik huquq faoliyatchilarining tizimligini Xitoyga berganligi oshkorlanganligi sababli ishdan bo'shatilgan edi. Forbes Torning 4-fevraldagi xabariga ko'ra, Istanbulda Uyg'urlar Yangi Dehlida Tibetlar, Tokiodagi Xitoy elchixonasining va Shveysariyadagi Xalqaro Olimpik komitetining oldida Uyg'urlar bilan Tibetlar aralash holda Xitoyda o'tkazilayotgan irqiy qirg'inchilik olimpikini boykot qilish temasida bir qator namoyishlarni o'tkazgan. Shundaqla 3-fevral kuni Angliyaning poytaxti Londonda zo'r ko'lamli namoyish uyushtirilgan bo'lib, Londondagi Xitoy elchixonasi oldida boshlangan bu namoyish Piccadilly maydonigacha davomlashgan. Namoyishchilar Beijing olimpikini irqiy qirg'inchilik olimpikidir, Sharq Turkistonga erkinlik, Tibetga erkinlik, Hong Kongga erkinlik degandek shuarlarni to'lashgan. Buningdan sirt CTV News Torning 5-fevraldagi xabariga ko'ra, Kanadaning Montreal shahridagi bir turkum kishilar Baxtin Shamsiddin apandining o'rlashtirishi bilan namoyish o'tkazib, Kanada fuqarolarini navbat o'tkazilayotgan Beijing qishloq olimpik musobaqalarini ko'rmaslikka chaqirgan. Egilishicha Xitoy mazkur olimpikning ochilish marosimidagi mash'al yoquvchilarning birini Uyg'urlardan tanlagan bo'lib, Montrealdagi namoyish ishtirokchilaridan Dilmurod Mahmud apandi o'zining buni Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlash o'rnishi deb qaraydiganligini bildirgan. Washington Post gazetining 5-fevraldagi xabariga ko'ra, Xitoy soqchi doiralarining ijtimoiy taratqush sifatida e'lon qilingan tashviqot videosida ko'rsatilishicha, Beijingda qishliq olimpik boshlangan mezgilda Sharq Turkistondagi Xitoy soqchilari qishliq olimpikni himoya qilish, qishliq harbiy mashq temasida 10 haftalik harbiy mashqni boshlagan. Bu videoda mazkur harbiy mashqning atalmish Chag'an va qishliq olimpik mezgildagi muqimlikni saqlash xizmatini puxtashlab, Xi Jinping ideyasini o'rganish xizmatini, partiyavarlik tarbiyasini, sadoqatmanlik tarbiyasini va cheriklikka qarshi turib, poklikni tashabbus qilish xizmatini qanot yaydirish ekanligi ko'rsatilgan. Mazkur harbiy mashq tahlilchilar tomonidan Sharq Turkistondagi aslidilla favqulodda qattiq bo'lgan kontrollikning qishliq olimpik mezgilda texmo bakching'itilganligining ifodasi deb qaralmoqda. Al Jazeera Torning 6-fevraldagi xabarda ko'rsatilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres Xitoy rahbarlariga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari Michelle Bacheletning Xitoyni, jumladan Sharq Turkistonni ishonchli ziyorat qilishiga ruxsat qilinishini umid qiladiganligini bildirgan.
Birleşken Devletler Teşkilatı'nın organ xabari ko'ra, Beijing Olimpikining ochilish murosimiga qatnashish uchun Xitoyga borgan Guterres 5 fevral Xitoy raisi Xi Jinping va tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishgan. Hamda Xitoy doiralarining mazkur ziyoratga ruxsat berishiga bo'lgan umidini izhor qilgan. Xitoyning davlat taratqusi bo'lgan Xinhua agentligining mazkur uchirish to'g'risidagi xabarda bo'lsa, so'zi bo'lingan ziyorat talabi tilga olinmagan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.